Assalamu alaikum muhtaram ko'rarmanlar. Diqqatingizga urf-odat rasm qoidalarimizni davom qilib, oldida ko'rsatib o'tgan mahsulotlarimizni bugun yana boshqa bir mahsulotlarni qo'shib, kundan kunga har xil qo'l ostimizda bor narsani foydalanib, qanday foydali xususiyatlarning borligini, tabiatning bizga bergan boyligini, oyog'imiz ostida yotgan cho'p giyohlarni, o'simliklarni qanday foydalashni biz ba'zi birlarimiz bilsak, ko'pchilik bilmaymiz. Mana shular haqida bugun bizga Naylamada Hamroyeva Tursun Muhammad qizi bizda mehmonda. Shu hadimiz bizga oldingi safarda siyodan, tartoz, egir, hatta Qizilguldan maraba qollarni ko'rsatgan bo'lsa, bugun shu ishlarimizni davom qilib, sizlarga hurmatli dam ilishdi bo'lsa-mu, harmay talmay emgak qilib, o'zi terib, parvish qilib, o'stirib, mana shuni bugun bizning studiyamizga elib keldi. Marhamat, shu hadimizning qadimiy urf-odatlarimizdan ta mushu kungacha miros bo'lib kelayotgan mahsulotlarning uyda qanday foydalashni bizga har xil yo'lni ko'rsatib etib berdi. Naylamadan o'zi Uyg'ur milliy assotsiatsiyasining hayot a'zosi bo'lsa-mu, hurmatli dam ilishdi bo'lsa-mu, harmay talmay emgak qilayotgan har birimizning biri. Asosan bu milliylik bizning Uyg'ur xonim qizlarimiz kamdan kam qo'llanib kelyapti. Çoğun yaşdaki, o'rta yaşdaki analarımız, hadrimiz biz foydalanib kelayotgan bo'lsak, mana keyingi avlodga mushu mahsulotlar ulgu bo'lib qolsin deb biz bugun Naylam hadimizni studiyamizga taklif qildik. Marhamat, Naylamada xush kelibsiz. Aleyküm assalom, xush ko'rdik Mehribon xonim. Meni taklif qilganingizdan men pek xursandman. Assalomu alaykum hurmatli Teledidar muxlislari. Mushu kunlaringlar xayrli bo'lsin. Biz bugun Uyg'ur milliy tibobatchiligi, urf-odat va yaxshi an'analari bo'yicha programmamizni davomlashtiramiz. Bugungi programmada biz o'tganda aytib ketgandek Uyg'urlar har qanday og'riqning oldini olish uchun shuni yangi bayqagandilar, aşnağı çare tedbirlerini qo'llanib kelayotgan xalqimiz ve şu orqali xalq tibobetchiligi hozirgi meditsinaning negizini selib kelayotgan qadimiy xalqlardan bo'lg'ashqa biz shunday nurg'unlagan an'analarga, urf-odatlarga boy xalqimiz. Bugungi programmamizda baş tang bo'lish, kichik bolalar yiqilib tushganda oldini elish, boshninki hozir satrissiniya, bosh chayqalib ketish, miya chayqalib ketish deymiz-ku, shuning oldini elish uchun onalarimiz, momalarimiz qanday usullarni qo'llangan, shu to'g'riliq so'zlab beramiz. Ikkinchisi bo'lsa, o'tgan programmalarda bo'lsa, qapoq cho'mish to'g'riliq nurg'unlagan ularni bezab ishlatish to'g'riliq sizlar aytib o'tgan. Endi bu da biz qapoq cho'mishninki odamninki teniga qanday foyda bo'ldig'ini to'g'riliq so'zlab beramiz. Va uchinchisi, Uyg'ur xonim qizlarining husni yasash, tabiatdan foydalanib, tabiiy o'simliklardan foydalanib, husnga foydali o'sma to'g'riliq so'zlab beramiz. Marhamat, bosh tanglashning xususiyatlari. Odatda kichik bolalar yangi mangan vaqtlarda yugurib yurib, yiqilib tushganda ota-onalar bolamizning beshi yoki tegdimi, chayqalib ketdimi deb shuningdan nihoyatda ehtiyot qiladi. Chunki bosh ish yeri zaxmlanmagan bo'lsa-mu, miya chayqalib ketish ahvollari yuz bersa, vaqtida bolaninki beshi cho'ngayib ketadi ekan. Ashunda qo'yib beraversa, to'la yiqilgan bolaning beshi cho'ngayib ketadi deganni, uni shu vaqtlarda, burungi vaqtlarda meditsina bo'lmasa-mu, xalqimiz shuni bayqab yurib, bola yiqilgan zaman tuxumning serig'i bilan bolaga
beshig'i tanglaydi. Kichik bolalar odatda yeng manganda to'li yiqiladi. Yiqilganda ota-onalar bolalarning beshi silkinib ketmasin, miyiz chaqilib ketmasin deb bunga nihoyat cho'ng e'tibor berib kelgan. Buning uchun shuni bilish, bayqash uchun tuxumning serig'i bilan dokini beshig'i bir necha qavat qilib tengib qo'ydi. Tengib qo'ygandan keyin mushu marla doka qatgan zaman boshtikin biz yasab qo'ygan shu qilib boshda turib qolsa, ha bolamiz saqkan chayqilish, miya chayqilish bo'lmabdi deb shunda xulosaga keladi. Agar shu biz qilib yasab tuxumdan yasagan qilib o'zidan o'zi ajrab ketsa, ha bu bola rasli biz shu davoni qiptimiz, bolamizning beshi chayqilib qolibdi ekan deb yana shuni 3-4 kun yoki bir hafta jarayonida tuxumning serig'i bilan yana tanglaydi. Nima uchun shu qilib cho'ng besh odatdagi boshqa qaraganda deganda bizning ajdodlarimiz nihoyatda bola tarbiyasiga, bolaning sog'lom o'sishiga e'tibor bergan. Bola yiqilganda agar besh tang bo'lsa, o'zining beshining diametri masalan 40 cm bo'lsa, hech bo'lmasa yarım santimetrga bo'lsa-mi yoki bir oz millimetrga bo'lsa-mi bosh cho'ngib ketadi ekanda. Uni agar qo'yib bersa, necha qitim yiqilgan siri bolaning beshi zaxmlanib, ham ichidan nimasini saqaytmasdan bizning chaqilib ketgan boshni ham boshning qilpi yo'g'irib ketadi ekan. Shunday bo'lmasligi uchun mushu nihoyatda foydali oldini elish hech qachonda buning ziyni bo'lmaydi. Tuxumning serig'ini surkab bersa boshqa. Ham bolaning beshi chiroyli, duglak bo'lib shakllanadi. Shuning uchun Uyg'urlarda urf-odatga, an'anaga aylangan mushu ham tibobatchilik bolaning beshini kichigidan yiqilgan zaman tuxum serig'i bilan tanglab berish. O tuxumning serig'ini yana cho'nglama, beshi og'risa ikki tarafiga miyasiga chaplab oladi. Uning hech qanday ziyni bo'lmaydi. Shamol tekkanda, so'q tekkan vaqtlarda tuxumning serig'i bilan boshni tanglash bu bizning Uyg'urlarda tibobatchilikning bir turi hisoblanadi. Rahmat Naylamada, mana hozir biz bosh tanglashning qanday foydali xususiyatligini bildik. Endi bosh tanglashda Naylamada mushu tuxumning serig'ini qon bismi yuqurlama beshiga mana ikki chekisiga mana shunday qilib tangsi bo'ladi deydi. Shu qo'llanma durustmi? Ya shuni to'liq tanishsak? Albatta durust. Chunki tuxum bu tabiiy mallardan ilingan, onun hech qanday ziyni bo'lmaydi. Ham boshni har qanday bir yana zaxmlansa, bir yerimiz og'risa tengib qo'ysak foydasi tekkandek, boshni ching tengib cheklab olganda hujayralar o'z o'rniga tushadi. Kengayib ketgan tomirlar o'z o'rniga tushib, bir orom beradi va saqishga boshlaydi. Shuning uchun bizning ota-onalarimizning, mo'minlarimizning tutgan yo'llari durust. Rahmat. Mening yana shundaqla anglag'anim bor. Mushu tuxumning serig'ini chapqanda hatto qizib ketib temperaturanimi tushirdi degan o'zimizning milliy tibobatchiligimizda shularmi bor ekan. Endi bizda mushu bosh og'rigandimi tuxumni chapilsa yaxshi bo'ldi deydi. Endi bu tuxumning issiqdimi, boshning og'rig'i, so'g'dimi, shuni qanday bilgini bo'ladi? Shularni bir oz anglasak. Bosh shamoldab qilib, so'g'dan og'rigan bo'lsa, tuxumning serig'i bilan cheklab olsa, shuning unumi bo'ladi. Agar issiq o'tgandan, issiqlikdan bo'lsa, tuxumning iqi bilan cheklab olsa, shuningmi unumi bo'ladi. Mana shunday tabiiy mahsulotlarni qo'llanib kelgan xalqimizning an'analari o'sha vaqtgacha bizda saqlanib kelmoqda. Bosh tang bo'lganda odatda tuxumning serig'ini bir chinaga qo'yib, muzdek bo'lmasligi kerak, ilman holatida buni dokaga onalarimiz
көк дакыға қойып адетленгенке, мұш тұқымның серігіні жықылған балыға тұқымның серігі білен біз бешіні тәңлейміз. Бешіні тәңлейміз. Мұшындақ серігіні сүркеп тұрып, башыны тәңлеп етіміз. Şöyle koyayım çatırmasın. Mana çekilip teğip etimiz. Teğip etkenden keyin bala ağırıp atkan bolsa yatkızıp koyumuz, bolmasa adettikidek özünün oyunlarını oynap yürüyüverdi. Бірақ біз байқап тұрмыз. Мұшы бешедеке біз таңған дака бір азден кейін баш тұқым қатқан вақтыда ажырап шықса, баш тәң бопты деп қайтылап ені тәңлейміз. Мұшта қетіплі тұры бәсе, балымыздың беші анчы зәхімленмеген ұқшайды деп ивитіміз вә қатыржем жүре беріміз. Әнді hazır başlarını bir yerlere urvasılı rentgenga apırdı. Rentgenga apağının sebebi balının ki beşi zahmelendi, içindeki miyiz çakılıp ketti mi, ketmedi mi dep rentgenga apırdı. Burun bizden ecdatlarımız rentgenla yok vaxtıda muşundaq usulla arqılıq balının ki beşinin təng bolmağını, boğununu bayqap durup anandan keyin başqa bir tədbirlərini қолланған кен. Шындақлы ені, әнді қосымчы қылдығының нәйләмәді біздің андарымыз шындақта бейтатты. Әгер баш ағырса, көзінің ішкі шетіде чапақ қайнап кетуді дәтті. Шыныңғы қарапма біздің андарымыз, аттарымыз башының ағырып атқаныны біләттікен. Яш вақла оларыны ерен қымаймыз, лекен ата ана деген ол бөләкче мехір мұхаббәтлік инсан болғалықтың балының қайры қанда ағырып не болатқаны бір қарашлы сезідіған инсан кен. Әйлемәді мана баштаңдашының пайдалы құсиятырыны етіп өтті. Әндікі нөветікі біздікі пайдалы құсиятларының бірі болған қапақ чөміш. Біз қапақ чөміш хақыда талай қетім етіп өтсақ ма, оның хақы тоғырлық қанчы бір етсақ ма түгмейді. Қапақ чөмішінікі пайдалы құсиятлары біздің ұйғыр ашқансыда ешқачан кетмейді деп. Ойлаймын, мәрхәмет қапақ чөмішіне хақыда бізге пайдалы құсиятларын түшендіріп өтсіңіз, нәйлемәді? Қапақтың ясалған бұйымла ұйғырлады адеттің қедімдің нағайтыма көп қолынып кеватқан бұйымланың бірсі. Қызла бұлақладың су әкәйгенде боғым қапақ дейді. Оның асты тәріпіге су алыды, оттырдық боғым еріне көтіріп, sularını toşıgan, itizlağı dadalarına, akılarına etken çaylarını apırıp bəyən, onun da çay muzlamaydı, soğup ketmeydi dep. Ya ki muzdaki sunu apasa ısıp ketmeydi. Bir xil özününki hararetini saxlap kalıdır. Şunun için paylanıp gelgen. Onundan başqama qapak çömüşünün içindeki şillesi, uruqları paydılıq, özümü tutuşqı nahayetimi kolaylık, çömüşünün her türlü türleri var, her xil. Qapaqlarının arası da bolup mu ayalla en yaxşı söyüp işiltidiğen qapaq çömüş. Bunun tutuduğun sepi uzun boludu. Bunun ağzını kiçikini oyup durup etken çaylarını etişke nahayet kolaylık. Hazır zamanevi şundaq bir nemile avtomatlar çıktı. Çayını sorup kislorod bilen beyitidiğen. Bu organizm üçün nahayet paydalı degen bolsa, bizning ana momalarımız burundan qedimdan muşu çömüş bilen etken çayını sorup
qo'llari telib ketkichi so'rib, birinchidan choy nihoyatda yaxshi tushidi, tushmagan choylar. Ikkinchidan biz ko'rib turibmiz-ku choyning ustidagi shamlarni, yo'q, havo bo'shliqlarini ko'ramiz. Shu kislorod bilan, havo bilan biz ichadigan choyni biz turib choyni ichkicha onalarimiz shu kislorod bizga kerak havo bilan beyitib turdi choylarni. Shuning uchun tenkash keltirdi. Xalqimiz bolalar shunday tirik maktablarga yugurib ketdi. Hozir bo'lsa avtomatlar chiqdi, shu orqali qaynoq suvlarni nima bilan beyitib, kislorod bilan beryapti. Endi bizning onalarimiz, mo'minlarimiz bu to'g'riliq qadimdan tortib biladi ekan. Shuning uchun biz faxrlanishimiz kerak. Shu ishlarni biz davomlashtirishimiz kerak uyimizda. Shunday qapoq cho'mishlarni tabiatdan elingan ziyni yo'q. Shuning bilan choylarni so'rib bolalarimizga bersak, bolalarimiz texmi aqlli, idrakli bo'lib o'sadi. Uningdan boshqa yana qo'shimcha deb qo'ydiganim, hozir işimiz ko'p. Shu tarafdan tomoq etsak, bizning vaqtimizni tomoq etish, nurg'un vaqtimizni ep ketadi ekan deb, lag'manning cho'plarini biz bir necha kun burun selib to'nglatishlarga evitimiz. Bir tarafdan bu durust, bolalar har qachon kirsa tomoq tayyor. Biroq bizning ajdodlarimiz cho'pni tirik yeyish kerak. Qozondan cho'li bilan usqan zamat taxsiga selib yesa, titrab turgan, yugurab turgan cho'shirlar taxsilarda yugurab tursa, bolalarning teni sog'lom bo'ladi. Shuning uchun ba'zi bir oilalarda burun biz anglatdik, er kishi taladan kirib, men qo'limni yuvg'icha tomoqni dayaqib aka deydigan. Endi ayollar ishlamagachga uni qilish qo'lidan keladi. Agar burnaroq sevatsa, ezib ketgan deb yemaydi. Nima uchun deganda, shuni ota-bobolardan singdirib kelgan bular. Uylarda, oilalarda anglab, tomoqni, cho'pni, xemirni tirik yeyish kerak. Tirik yeganda odam o'zi sog'lom, tirik bo'ladi. Lahmlanishib ketadi, tomoqlarni yeb qo'saqlar ko'pib, lahma bo'lib, samirib ketishdan saqlaydi. Chunki odam tomoqni yeb bo'lgandan keyin, yana tirik bo'lgandan keyin uni yana bir ishlarni qilgisi keldi, o'rnidan turib, shuning bilan qo'saqda mundaq nima qilgandek samirib ketishlardan saqlaydi ekan. Buni biz hozir oilalarda odatlantirsak bo'ladi. Rahmat, Naylamada mana ko'pchilik bilmagan narsalarni xeyli foydalanib oldik. Endi shu qapoq cho'mishga yana qaytadan to'xtalsak, qapoq cho'mish bu hozirgi zamonaviyda kamdan-kam ishlanadi. Lekin bu qapoq cho'mishning foydali xususiyatlarini biz yana bir qaytlab aytsaqmi tugamaydi. Sababi qapoq cho'mishning ichidagi urug'i Naylamada böbrek og'riqlariga foyda deydi. Şula börek ağrıqlarına qaynatib içemdi, şunu qandaq demlab içemdi. Endi hozir choy içishning yo'lini etib ketdingiz. Endi biz qapoq cho'mishniki ichidagi urug'ini, foydali xususiyatlari qandaq. Endi bizda ömür bo'lgandiki hayotimiz, tabiiy xususiyatimiz bizning faqat tamoq yeb, to'y to'kingil berishdan, uyda oshxonada yurishdan bog'liq emas. Ölüm jitimlami var bizde. Şu vaqtlarda bizde şu qapoq cho'mishni ishildirdik. Şu qapoq cho'mishni ölümlerde qanday foydalanadi? Nima sabab shularni foydalanishda? Hozirgi yoshlarimiz qapoq cho'mish emas, buni hukumatning chiqarib atgan cho'mishlarni qo'llandi. Endi to'larig'i mush cho'mishlarni, qapoq cho'mishlardan foydalansanglar deb sizlardan iltimos qilatdik. Naylamada marhamat. Rahmat. Birinchidan ölümni uzatib bo'lgandan keyin ayollarga qo'l yuvishga taklif qiladi. Nima uchun deganda ba'zi birlari bu urf odat hech kimda yo'q, buni qo'llanmaslik kerak. Qur'onda undaq yoziliq emas deydiganlar bor ekan. Biroq bizning Uyg'urlarning har qanday urf odati u foydaliqdan bizga singib kelgan. Masalan, har qanday o'limda ko'p kishilar bo'lgan yerda ko'rishimiz, qo'l elishimiz, yig'izari bo'ladi, ko'z yosh oqidi, og'iz burunlarimizdan
muşularni daral meyitni uzatib bo'lgandan keyin qo'l chaqayli og'iz degan bu medeniyetning belgisida, medeniyetninki. Biz hazır qo'llarimizni juyib, yüzlerimizni qo'l yog'liqlar bilan surtib, o'tirib, endi mushu her qandaq bu ölüm uzatışma bu bir tantana. Aşı kişinin hürmeti en ahırkı seferge uzatkandan keyinki kıldıgan işlerini mesletlişidi ayallar. Şunğıca kollarını juyup otağan bu naydı medeniyetlik iş. Bu örpü adet daim saklanıp kılışını tavsiye kılgan bolattık. Endi uzun nurgunlagan kişiler kelip talışıp kol juydu. Uyada bir-birlep çögün bilen su koyup biriş yok çünkü aldırış köpçülük bilen. Şu talışıp juygan çağda uzun saplık kapak cümüş bilen kuygan kişiye ma talışıp kelgen kişiler kollarını sunup razılığını bildirip kollarını sunup aşı uzun çömüşününki kol yetkideki yeri gece kollarını çağkaşkı imkaniyet boludu. Onundan keyin endi bu çömüşünü bunundan keyin tutmaylı dep endi o bir halkımızın bir köңlüden çıkan bir hayışı bolsa gerek. Bunundan keyin bunda ölümlerde tutmaylı çömüşlerini dep çömüşünü çıkıp urup taşlap etediken o bir örpü adetlerimizin ifadesi o mu bir paydalıktı köpçülük işletip bolgandan keyin çıkıp etediken. Rahmet Nailemede rahmet. Endi bu çömüşneyi mana çaylarını etkende biz özümüz uyda atanlarımız bizge oyup içini tamak etkende mesela köpünce lağmen etkende şu lağmen mentenge selip kaynatıp anıdaki kolunuşqa belirge. Yaki bulmasa içindeki uruklarını hemsi kırıp çıkarıp asta köydürüp şununla ivetişki buludiken. Endi bu ölümlerde kapak çömüşneyi biz uyda oyup işletsek, uyada fakat çeqipla, elip çeqipla şundan paydalanırken. Muşlarını bilip koysak mı bizge sovat dep oylayman. Nailemede köpten köp sizge rahmet. Endi nöbetni 3-nji görünüşke besak merhamet. Endi nöbette Uyghur hanım kızlarının ki tabii ösümlüklerden paydalanıp hüsn tüzeş ve kaş göz üçün paydalıq bolgan giyalardan qandaq paydalandığın doğruluq bugün sizlerge sözlep vermekçimiz. Adette ailede hosmu koyganda momaları, analары neverlerine, kızlarını öpçörüsege otağız velip hosmunu polaştırıp koygan hosmunu sıkışkı başlaydı. Aldı bilen süpögününki inçik yağıcı bilen pelküş yasayımız. Hazır zamanileştirgan müştak pelküşlem boldu, bunu işletsimi boludu. Andan keyin hosmudun məlum miqdarda elip bunu sıkışkı başlayımız. Sıkkanda burundan adetlenip kevatkan çinininki kayni tarafiga sıkımızda. Mana hosmadan çıkıvatkan hosmanın suyu bu. Mana hosmanı sıktık. Sıkıp bolgandan keyin çöredep otağan kızlarınki en çoğundan başlap hosmanı koyuşqa başlayımız. Sizge koyayım. Endi mana Nailemedem hazır hosmunu sıkıp kösetdi. Mana bu bizning haqiqiy tabiiy hosmumuz. Endi Nailemede şöyle men hazır bir nima aytib o'tkazsam, alqınızı maşındaq kösetsiniz. Alqıным mana yeşil bo'ladı, ha? Mushundaq yeşil bo'lib, mana alqınıda hosmu qapdı. Mushundaq hosmu qasa nima deymiz ki? Buni hosmu qana sıqıdığan, içidigan hosmuke deymiz. İçidigan hosmuke deymiz ve bunu kichik balalarninki çiçi össün dep sürkep mevetimiz başlarına. Öz çiçim öz dep sürkeymiz. Andı mana mırdaq kadimki yap yeşil qalsa, onu biz ısığı işip ketipdi dep mi koyumuz gel. Xeyli merhamet hosmunuzni koyup körsetsiniz. Muşu qoçaq kösteyli. Qoçaq kösteyli. Hosmunu
Әйнекlerini tayyorlab qo'yamiz, qizlar qarab turdi, momalari qo'yg'icha. Endi bismillah deb öz qishim öz deb bu qizimiz qizvali kichik bo'lg'achqa buningga o'ttirib qo'shimni qash qilib qo'yamiz. Singmaydi ekan deb singib qoladi. Mana shunday qilib necha qitim yendirib qo'yamiz. Öpçürümüzde o'tag'an qizlarning hammasiga qo'yib chiqqandan keyin odatda Uyg'urlarning oilalarida nevarlar, bolalar ko'p bo'ladi. 5-6siga qo'yib bo'lguncha birinchisininki hosmisi qetishib qoldi. Qetishgandan keyin yana bir qitim qo'yamiz. Yana bir qitim qo'yamiz. Shuning bilan hosmi tugaguncha 3-4 qitim qo'ygandan keyin buni muzdek suv bilan bir tarafdan suvni quyib turib, üstüdeki boyaqni, o'sha tabiiy boyaqni iqitib etamiz. Tanga, qoshqa, qoshninki tuklariga husmining foydali yerlari ichib qoladi. Mana shuni husmi ishdi deymiz. Shundaqla qosh kirpikni qo'ysa, ko'z ro'shan ko'radigan bo'ldi. Kirpiklar shundaq yaxshi, chiroyli o'sidi. Shuni biz husmi qo'yish odati deymiz. Yozdan ta kuzgacha Uyg'ur oilalarida har haftada bir husmi qo'yish ishlari davomlashib turadi. Endi shundaqlarni aylamada bir qo'shib chiqib o'tsak, mana shu husmini qo'yganda, qiz bolaga husmi qo'yganda biz 3 qitim yoki 5 qitim shunda qo'ymizki. Bu tog' qo'yish, bu nimaga shunda qilingan endi. Tog' qo'ysizlar deb qo'yadi. Husmini surganda tog' suringlar deydi. Şunun biz üçün bir ma'nosi bormi? Uni endi urf odat bo'yicha balkim shunday odatlanib ketganda haddidan hisobsiz qo'yib ketmasin deb 3 bilan ya 5 bilan to'xtab qo'ysak bo'ladi. Yetarli. Xalqiniki asosan soni tog' bo'lg'achqa biz har qanday ishni tog' qilamiz ekan. Asosan qish faslida bizda hosma o'silmaydi. Endi qachilaga uyda terib olsaqmi bo'ladi, lekin to'larag'i bu yozda o'sadigan o'simlik bo'lg'achqa biz mana shunday siqib, ondan buni bir qachiga quyib, to'ngiltib elib, qishning kuni az-mazli qaynoq suvni aralashtirib, yoki bo'lmasa o'zini mana shunday qo'yib qo'yiblar, 4-5 soat qo'yib qo'ysak, bu o'z aksiga keladigan. Shundan keyin yana mana shunday hozir siqqan hosmida qilib qo'ysaqmi, foydalansaqmi bo'ladi. Bizning onalarimiz, momalarimiz tabiatdan foydali giyohlardan foydalanib, husn tuzash va shundaqla ko'z qosh uchun foydali husmini tanlab olgan ekan. Husmining yopirmig'imi ayollarning qoshlariga o'xshab ketadi. Bu husmini biz hozirgi zamonda Uyg'urlarning foydalanayotganini bayqaymiz. Biroq hozir zamonaviy bir har turli qosh bo'yash, kirpik bo'yash buyumlari, kosmetikalar paydo bo'lgandan beri husmi qo'yish qiyib-qiyvatadi. Aslida bu husma nihoyatda foydali. Qoshni o'stirishga va go'zallik berishga foydali emas. Kirpiklarga qo'yib bersa, ko'zning o'tkir bo'lishi uchun foydali. Shuning uchun Uyg'urlar aqlini ishlatib o'zininki bayqash qobiliyatlari bilan mushu husmini necha ming yillardan beri o'stirib, uni urug'ini terib tersangiz 2 yil foydalangani bo'ldi. 2 yildan keyin yana urug' chechaklaydi, urug'ini yig'ib qo'yib, yana terisiz har qanday yerda o'sidi. Buni lazlarning orasiga tersa, texmi unumi yaxshi bo'ldi, ichidi. Har yili yozning kuni momalarimiz uzib elib buni biroz polashtirib, siqib, suyini chiqarib, qizlarni, bo'g'ayotgan qizlarni, hatto kichikgina yugurib yurgan qizlarga qo'yib, aslida kosmetikani bo'g'ayotgan qizlar foydalanadi. Biroq Uyg'urlarning qizlari yangidan yadasab menishga boshlagandalar momalari husmini qo'yib qo'ydi, chunki buning nihoyatda foydasi ko'p. Endi yashangan ayollar bo'lsa, qon qismini pasaytish uchun husmi qo'yib oladi. Ko'zga temitib bersa,
90'ga 100'ge kirgen mamayla hatta buvayla mı temizkanken muşununki önümüdün hiç kandak küzeyneksiz jip jınlıge jip ötküzüp közlerinin roşen kögenlerini doğruluq biz naydı nurgun tecrübelerini anladık. Şunun için hosmini hüsn camalını tüzeş üçün emes paydalıq dep bunundan kiyinma kızlarının, ayallarının paylanışıga tavsiye qilgan bo'latdik. Rahmet. Rahmet, Nayleme'de rahmet. Mana hosmu koyuşunun qandaq paydalı xüsusiyetlerini anlap ötdük. Endi ata boğularımızdan kevatqan bu bir miras. Nayleme'de bizde anlarımız şundaq dep etadi. Hosmu koyganda qızlar qandaq koyuldu, ayallar qandaq koyuldu. Şu hosmunu koyuşdan ayal yoki qızlığını farq qiladi ekan. Shular haqida bir oz tushuncha aytib qo'ysangiz. Albatta bu muhim. Kızlar, boyağa yetken kızlar, jigitler közü düşüp bayqap jüyende hatalaşmaslığı üçün kızlarga Qo'shma qash qilib qo'yib qo'ydi ekan. Hem qashning o'ttirida chiroyli turib güzellik ato qilgan bo'lsa, yani bir tarafdan hem o'sha qizlar layık tutsak bo'ladi ekan degan bir ifodani bildirdi. Endi bir jupim bor mening, men jupi bilan yashab atgan deb ikki qashni ayrim o'smi qo'ygan bu juvan deb qo'ymiz. Ayollar, juvanlar ayrim qo'ydi ekan. Chashnimi shunday o'rib qo'yadi ekan. Endi qo'shimchalar aytib qo'ysam, qizlarning chechini 40 uşaq örüp qo'ydi ekan. Örümge kelgan chashlarni ayollar, juvanlar bo'lsa, ikkiga örüp qo'ydi ekan. Chunki o'zining jupi bilan yashayotganning ifodasi. Endi yana birisi bo'lsa, bir o'rigan bo'lsa, endi turmushda har qanday hodislar bo'lib yuradi. Jupidan ayrilib qolgan bo'lsa, bir örüp tashlab qo'ydi ekan. O'shalar orqali bayqab turmuşda bo'lib turadigan odatlarni ko'rib olgani bo'ladi. Mana bizning Uyg'ur xalqining qanchalik aql farosatligining yuqorligi mana mushundaq yerlardan bilinib turdi. Endi hosmi qo'yganda mana hozir biz bildik, ayollar ikki qashqa qo'yadi ekan, yosh qizlar, balog'at yoshiga yetgan qizlar o'ttirga qo'yadi ekan. Endi chashni hozir anglab o'tdinglar. Mana buning foydali xususiyatlari mana shundan iborat. Shundaqlar yana biz qash qila emas, ko'zimizga qo'yamiz deb aytdi, ko'zni ro'shanlantirdi. Hatto biz yosh vaqtlarimizda o'zimizga chiroyli deb ma'lanini qo'yib oladik. Shundaqmi? Da mush kungacha biz uyda mana shunday hosmini qo'yib kiyapmiz. Hosmini jannatning ne'mati deb qo'yadi. Mana hosmini qo'yganda Naylemede bir qandaqdı to'y to'kun, nazzat chiroq chaylarga borganda xo'shallikniki deb qo'ymiz. Hem salomatlik foydasi bo'lsa, ham bir bizga qarindoshning o'rnida mana shu hosmini biz foydalanadik. Hozirgi zamonda bo'lsa, xatolaşmasam Amerikada bo'lsa kerak, hosma deb shundaq bir sürme o'xshash qilib chiqarib hem do'konlarda shu setilyotdi. Merhamet suladımla, hosmu qo'ymag'anlar shu sürmelerden, ishlardan foydalansanlarmi bo'ladi. Naylemede endi bu hosmu tabiiy issiqmi yoki sovuqmi? Hosma soğuk deydi ekan, biroq buni kichigidan odatlansa ziyni bo'lmaydi. Endi davolanish uchun bir narsa issiq kelgan bo'lsa, baş ağrıgan bo'lsa, davomli qo'yib bersa, issiqni davleniyani tushiradi.
Yakında mana men bir az bir boğan vakiyani itip ötey, hoşnam maňa muşundaq hosma ip kepdi. Hosma ip kirip, Haldem degen çoň ayal, maşa hadimiz, maşa hosmany koyulgan mervanem dep ip kiripdi. Üzemniň bişim agyp turady da, şu hosmany koydum da, andan keyin kiçikemki sürkep bakayçu, qandaq bir paýdysy bolarmy muşuny dep, üzemde ispatlap ködüm şunu. Kiçikemki sürkedim, bir 5-10 minut aralykda bişim şunçilik yeniklişip, gözlerim palladı, içilip ketdi. Demek bunun paydalı hususiyeti baş ağrığıma eğer ısıktım bolsa, bu soğuklukta vatsız o soğukluk ösümlük, tabii soğukluk. Mana ısıklık kıldım bolsa şu paydıke. Ondan şu halde madem şundaq dep edi de, hosmini sıkıp deydi. Aldın menge içini su bilen aralashtirip, kichkine içip olman deydi. Aşqazan, ağrıqlarga bolsa deydi, yana quvvet berdi bu deydi. Şu andan keyin qag'inini qo'yaman deydi. Ondan keyin bu hosmini ishkiniga qarab biz bölümüz. Şunun ma'nolari qandaroq bizga aytib o'tsangiz, ishgan hosmi qandoq, ishmagan hosmini nima deydi? Ishgan hosmini mening anamla 7 balani tarbiyalagashga işte ben parasetlik, yaşlığa qaramasdan şundaq narsalarni bayqab alardı ki, mening hadam nahayatı güzel özü. Hazırgıcı mektepte ustaz olup işlevatıdı. İlmi müdiri bulup. Hadam buğday yoğunlukta Uygurlarning güzellik, tabii buğday yoğunluk boğaşqa ısıqcan dedi, hadamga osmu koysa şuna işçetti. Qap-qara bulup. Men sel Aksiriq kegeshken men soğucan maňa yip-yeşil bolup işçetti osma. Şunundan endi soğucan adamlarga ança yaxşı işmeydi, ısıqcan adamlarga yaxşı işçi diken buğday yoğunluk. Şunu bilibagany boludu. Şunundan ajırtvasak boldu ekende. Endi bu hosmini bizninki tedbircan, nahayat danışman ecdatlarımız muşu hosmini paydalık, her taraftan paydalık dep, endi en adam üçün muhim narsa közgü. Muşu közgüçe temirqidek tallavagan degen bu nahayat paydalık bir ösümlük giyaken. Siz degende işçivatqanıma qaraganda bunundan hiç qandaq şek şübhesiz paydalık bir giyaken, bebaha giyaken dep bir düşünce bir çıqasak boldu eken. Mana bizning aqlliq ejdatlarımızdan qalan miras, örp adet, an'analarni biz beyitişimiz gerek, saqlashimiz gerek. Şununda xalqimiz teximiz sağlam ve baxtli boludu dep işinimiz. Rahmet Nailemede, çoğun rahmet. Mana bugün biz Nailemede Hemrayeva Tursun Mehmet kızıdan paydalı hususiyetlerinin qançalik hayatda çoğun rol oynaydığını düşündük. Kelesiki görüştüşte bunudummu unutulup kelip kevatkan, hayatta kollanmayatkan, yani xil-xil giyalarımız hakkında sizlerge etip tavsiye qılımız. Nailemede bugün bizniki studiyamızda kelganingizga çoğun rahmet. Görüşkiçe aman bolaylık. Bugün sizler bilen Qadam telestudiyasida Miras Anlar Jamiyati özünün növbetdeki görüştüşünü ayaklaştırdı. Hayır hoş. Hayır hoş, hoş vaqt bolinglar.